Va nihoyat Buxoroda ham qor yog'yapti. Juda chiroyli, lekin hozir qor yog'ishi. Juda chiroyli ko'chada. Hamma narsani taqdim, как всегда, hamma narsa yetib turadi. Hozir video olmoqchi edim. Nimasi taq, shtativ, lekin shtativ telefon qo'yadigan narsasi yo'q. Shunaqa. Hozir Jiguli turibdi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz agar, har doim qachon qor yog'gan paytda imенно shu meni Jigulim qaynasa endi texnik tomondan yurmaydi va men ko'chaga chiqib просто drift qila olmayman. Qanaqa bilasizlarmi buni alam qiladi? Chunki mashinani 1 yil, почти 1,5 yil oldin sotib olgandim. Lekin u yil ham shu qor yog'gan paytda mashina tayyor emas edi. Va shu sababdan drift qilib bo'lmagan edi. Qanday desam endi. Ma'lum adashishdan chiqib mashina bilan drift qilib bo'lmagan edi. Yopiq joylarda. Afsuski ana bu yil ham mashina bilasizlar tayyor emas va hozir mashina yotibdi. Bu yil ham o'sha tayyor bo'lmaganligi sababdan ham hozir mashina yotibdi va bu mashinaning ustida yana dars ishlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli kadrlar. Afsuski hali mashinaning rangi tayyor emas. Keyingi videolarga agar mashinani ko'rishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang va like bosib, podдержка qilsangizlar agar. Shuncha qancha podдержка ko'p bo'lsa, shuncha mashina tez tayyor bo'ladi. Просто qor yog'yapti. Qorni qaranglar. Просто Buxoroda bunday situatsiyalar juda kamdan kam bo'ladi. Endi iloji yo'q, nima qilamiz? Sizlarga zimniy drift nimaligini aytib o'taman. Rossiyada ham bilasizlar, примерно 2 yil yashadim. Rossiyada shu ko'chalarda yurishadi. Bokum har doim qaynaysan, Jigulichalarni taxlab, shu narsalardan kelib chiqib menga interes juda katta bo'lgan. Jiguliga imina. Shu sababdan keyin Rossiyada imina har xil stillar bo'ladi. Например, boyvaya klassika degan nimalar bor. Har xil drift qilishadi, ular chiqadi. Вообще qanaysan, mashinani yuzi xuddi dabdala bo'lgan bo'lsa ham, fizik tomondan pons taxlab bo'lishadi. Выворотlar qo'yishadi, pons kovsh qo'yishadi. Даже karkaslargacha taxlab qo'yishadi. Shunaqa chiqib, ko'chaga mazza qilib, drift bilan zanimatsiya qilishadi, chunki o'sha motorning kuchi u yoqqa unchalik kerak bo'lmaydi. Yo'l muzlagani uchun Jigulilarni kuchi yetadi. Shu sababdan boyvaya klassika degan stil bor edi. Afsuski O'zbekistonda unaqa yo'q, chunki O'zbekistonda imенно Buxoroda qor kam yog'gani uchun shu sababdan ham boyvaya klassika degan narsa umuman yo'q, mavjud emas. Hozir mashinaning turishi lekin нереальный. Boyvaya klassika bu shunaqa, endi qaynasam endi. Drift uchun tayyorlanadigan Jigulilar. Bular не только 06, 07 ham qilishadi, 05. Shu qaysi задний привод Jiguli bo'lsa agar hammasidan boyvaya klassika taxlashadi. Va boyvaya klassika bo'lgandan keyin Jigulidan bor kayfdan olishadi. Shu sababdan bu Jigulini boshqa sotib olganman, agar kim bilmagan bo'lsa, agarda men driftga juda qiziqaman. Afsuski O'zbekistonda qor yog'ishi kam bo'lgani uchun ham keyin уже stilni o'zgartirdim. Ko'rayotganlaringizdek уже JDM stilda. Уже расширенlarni qo'yib, расширенlar bilan taxlab mashinani qaynasam. Ikkinchi уже stilda bu. Ikkinchi stilga qarab o'sha harakat qilaman. Ya'ni vid uchun только o'sha tashqari tomondan chiroyli bo'lish uchun mashinani harakat qildim. Va hozir harakatda biz diskalarni ko'rsangizlar agar, bu diskalarni o'z bilasizlar. O videoga bemalol eski videolarni kirib ko'raveringlar, chunki bu Jiguli haqida hammasini sekin videoga olib, уже video blog qilib taxlab qo'yapman. Video blog qilib olib taxlab qo'yapman. Qanaqa stilda bo'lishini hammasini bundan oldin ham aytib o'tganman. Qor yog'ishi просто нереальный. Endi bu Jiguli nasib etsa agar bir ozgina qiyinchilik bo'lyapti finansiy tomondan hozirda, chunki proyekt kim qiladigan bo'lsa agar hamma biladi, что bu juda qiyin ish, chunki pul tomondan, finansiy tomondan juda qimmat bo'ladi. Agar kim bilmasa agar, iloji boricha tayyor mashinani sotib olinglar, chunki tayyor mashinani sotib olganlaringizdan keyin o'zlaringizni stillaringizga qilishlaringiz arzonroq bo'ladi. Amanday noldan proyekt qilaman desangizlar agar, bu juda qiyin,
Chunki mashinani noldan taklash uchun bu hamma narsasini almashtirasizlar. Bu degani, shu mashinani sotib olgan bo'lsam agar 10 million so'mga, men o'zi buni 5 tasini pulini yana vложить qilaman. Ya'ni yana 5 ta juklini puli ketdi bu yoqqa. Yana примерно 50 million. Shu sababdan iloji boricha harakat qilinglar. Proyekt kim qilmoqchi bo'lsangiz qilinglar, chunki proyektsiz bo'lmaydi. Hayotda nimasi qiziq? Agar qachonki sizlar o'zlaringiz xohlagan ish bilan animatsiya qilish boshlaysiz, shug'ullanishni boshlasangiz, ana bu o'zi qiziq, chunki nima uchun yashayotganimizni eslaringizdan chiqarmang. Qanday orzularingiz bor, mashina tomondanmi, xuddi boshqa tomondanmi, hammasini qilish kerak. Faqat ish, uy deb o'lib ketish bu foydasi yo'q. Qanday desam endi ma'nosiz yashaysiz deganday gap. Shunaqa gaplar hozir qolib ketyapti, atmosfera просто chiroyli. Shu sababdan aytmoqchi edim sizlarga, nima ish bilan animatsiya qilmoqchisizlar. Hozirdan boshlanglar. Pul nima, keyinroq vaqt. Bu hammasi o'tadigan narsa, hammasi. Pul topish qiyin. Buni hamma biladi, sen bo'lib O'zbekistonda. Bizda hamma narsa qimmat, pul topish sal qiyin. Lekin shunday bo'lmasa ham, hozir ko'rayotganlaringizdek, shu Jigulni men proyekt qilib, o'sha почти yarmi tayyor bo'lgan. Imina polkalik diskalarni menga yoqishi, qaranglar. Qanday qor to'planib qoladi. Da просто ichi qor polnis qolib ketgan. Afsus, endi bu Jigulni men dekabr o'sha yangi yilgacha taxlab olmoqchi edim, lekin taxlab olmadi. Hamma biladi. Bundan oldingi videolarni ko'ringlar kirib. Shu sababdan mashina hozir yotibdi. Nima haqida aytmoqchi edim? Nima orzularingiz bo'lsa agar hammasiga qarab harakat qilinglar. Hamma orzular bo'ladi. Nima qilsangizlar ham sekin-sekin bo'lsa ham erishib bo'ladi shu narsaga. Buning uchun prosta harakat kerak. Harakat. Qachon harakat bo'lsa agar sekin-sekin bo'lsa ham shu narsani proyektni, например, men tugatishim aniq, chunki sekin-sekin harakat qilib bu mashinani уже ancha joyini taxlab qo'ydim, ko'rganlaringizdek. Diska bunaqa расширенияlar, endi расширенияларni yana almashtiraman. Chunki bu Notex bo'lgan ozgina mashina haqida agar bilmoqchi bo'lsanglar, agar aytganimdek bundan oldingi videoni bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Shunday qilib aytmoqchimanki, harakatni qilinglar. Harakat qilgandan keyin sekin-sekin hammasi bo'ladi. Biz faqat odamzod har doim hamma narsani tez olishimizni xohlaymiz, tez ega bo'lishimizni xohlaymiz, lekin afsuski buni umuman iloji yo'q. Qachon Xudo xohlagan bo'lsa, значит, o'sha payt o'sha ish bo'ladi va o'shandan keyin siz qo'lga kiritasizlar. Hech qaysi ish bu hayotda xohlagan ishlaringiz hech qachon osonlikcha bo'lmaydi. Shu sababdan ham sizlarning psixologik tarafdan ham, hamma tomondan ham sizlarda sekin-sekin rivojlanish bo'ladi. Bitta narsani o'rganasizlar, bitta xato qilasizlar, ikkinchi xatoni qilasizlar, o'sha xatolar qilib bitta sizlar har bitta xatolarni ustida ishlab, shundan keyin kuchli bo'lib borasizlar. Shu sababdan ham hech qachon kech emas boshlash, hech qachon barvaqt ham emas. Shu sababdan imina vaqti hozirdan turish kerak, o'sha orzu qo'yish kerak. Orzular bo'lsa agar har bitta orzuga qarab bittadan уже cel qo'yib, bitta qadam bo'lish kerak tamom. Va shundan keyin sizlarning qo'llaringizdan keladi. Qachon harakat bo'lmasa agar hech qachon hech nimaga erishib bo'lmaydi. Buni hamma biladi, lekin turish yoqmaydi. Bizda prosta ish yoqmas. Shunaqa odamzod, ishlashimiz kelmaydi, pul olishimiz keladi. Shabdan turinglar, boringlar, ishni qilinglar va o'zlaringizning orzularingizga yetinglar. Bugungi video qanaqadir ham dushayona ham informatsion bo'ldi. Shu sababdan kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, podдержка qilish uchun like bosinglar va bundan keyingi videolarni kutinglar. O'ylayman juda qiziqarli videolar bundan keyin chiqish boshlaydi. Shu sababdan ham hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.